Alloh jazoingni bersin deydi. Ayolni xo'rlaganida, bo'ldi men xo'rladim, hech nima qilmaydi, bolaga qarab uyda o'tirsin deydi-da, erkak chiqib ketadi, o'ylaydi, yo'q bo'ldi, o'sha hammasi joyida deydi. Lekin u joyida bo'lmaydi. Ayol eridan yaxshi gap eshitmasa, so'kish eshitsa, kaltak yesa, haqoratlansa, ayol nima deydi? Duo qilmaydi. Alloh jazoingni bersin deydi. Jahl ustida ayollar aytadi, duo qila olmaydi. Ana o'sha paytda uni o'rniga uni yaratgan Robbisi turib beradi-da, o'sha paytda. Jazosini o'zi beradi. Ish orqaga ketishni boshlaydi, pulida baraka qolishi boshlamaydi, sog'lig'i ketib qolishi bor, oshna og'aynilarning oldida sharmanda bo'lib qolishi bor. Nima? Hammasini orqasida uyidagi ayolini zulm qilgan payti to'g'ri kelib qoladi. U ayol o'zi ojizada tura olmaydi. Erkagiga qarshi tura olmaydi, kuchi yetmaydi. Ana o'sha paytda Alloh unga turib berar ekan. O'shanda aytishi mumkin, bo'ldi, men bolalariga qarab o'tirib, hech nima emas bu deb o'ylashi mumkin, lekin bu juda katta narsa bo'ladi. Bu juda katta narsa bo'ladi. Shuning uchun erkaklar o'zi bilish kerak, ayolga ko'p narsa kerak emas. Ayolga nima kerak? To'la to'kis, ro'zg'ori bo'lsa, bolalarini yeni but bo'lsa, yegan ichgan narsasi bo'lsa, boshpanasi bo'lsa, boshqa narsa kerak emas. Endi ba'zi birani to'qlik sho'xlik qilib ketgan ayollarni aytmasa-da, o'shaning uchun ba'zida erkaklar ayollarni qadriga yetib, uni ustidan kulmasdan, uni haqoratlamasdan, so'kmasdan qadriga yetib, onasi boringga shukr deb qo'yishni ham bilish kerak erkaklar.